Zarmet universitetidan 2+2 formatidagi qo'shma ta'lim dasturi asosida Turkiyada ta'lim olish imkoniyati. Zarmet hamda Xo'jayli sog'liq va texnologiyalar universiteti hamkorligidagi qo'shma ta'lim dasturi yo'lga qo'yildi. Siz 2 yil O'zbekistonda, 2 yil Turkiyada o'qib, bir vaqtning o'zida 2 oliygohning xalqaro diplomiga ega bo'lasiz. Nega aynan Xo'jayli universiteti? Bu universitet tibbiyot, stomatologiya, psixologiya va boshqa 100 ga yaqin yo'nalishda kuchli amaliyotga asoslangan ta'lim tizimini shakllantirishga muvaffaq bo'ldi. Ta'lim nazariyasi bu yerda amaliyot bilan birga kechadi. Universitet zamonaviy simulyatsiya markazlari, stomatologiya klinikalari, psixologik trening xonalari va innovatsion laboratoriyalari bilan boshqalardan ajralib turadi. Bu universitetda 2+2 formatdagi qo'shma dastur orqali stomatologiya va psixologiya yo'nalishlaridan birida tahsil olishingiz mumkin. Dastur sizga O'zbekistonda boshlangan ta'limingizni Turkiyada klinik va akademik muhitda davom ettirib, yakunda xalqaro e'tirofga ega 2 diplom bilan tamomlash imkonini beradi. Agar siz stomatologiya yoki psixologiya yo'nalishida yuqori darajali mutaxassis bo'lish, xalqaro tan olingan 2 diplom egasi bo'lishni istasangiz, ushbu qo'shma ta'lim dasturiga hoziroq ariza topshiring.